Jahongir O'rozov o'zi kim? U yangi Husanov bo'la oladimi? Assalomu alaykum Legioner TV obunachilari. Sizlar bilan Legioner TV kanali. Bugun sizlar bilan o'zbek yangi devori Jahongir O'rozov haqida gaplashamiz. Like va obunani bosib qo'ying. Biz esa boshladik. Ko'pchilik uni Turkiyaga ketganini xato deb hisobladi, lekin adashishgan edi. Dunyo futboli afsonasi Arda Turan qo'l ostida o'tkazilgan vaqt Jahongirga taktik tomondan juda katta dars bo'ldi. 2025-yilgi mavsumda u O'zbekiston Superligasiga qaytib, o'zining haqiqiy darajasini ko'rsatdi. Tasavvur qiling, u mavsum davomida 2500 daqiqadan ko'proq maydonda harakat qildi. Bu barqarorlikning eng yuqori cho'qqisi. U nafaqat himoyachi, balki hujum boshlovchisi hamdir. Uning uzoq masofaga aniq paslari jamoasining qarshi hujumlarini boshlab beruvchi asosiy qurolga aylangan. Xo'sh, u Husanovning o'rnini bosa oladimi? Keling, xolis bo'laylik. Husanov hozirda jismonan kuchli va tajriba borasida ancha oldinda. Lekin O'rozovda bir jihat bor. U vaziyatga qarab o'yinni o'zgartira oladi. Fabio Cannavaro ham uni milliy terma jamoaga bejizga chaqirmadi. Agar Jahongir mana shunday o'sishda davom etsa, biz yaqin yillarda milliy terma jamoamiz mudofaasida Husanov va O'rozov tandemini ko'ramiz. Bu esa o'zbek betoni degani. U hozirda Fransiya va Germaniya klublari radarida turibdi. Demak, Yevropaga yo'l olish vaqt masalasidir. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, Jahongir O'rozov shunchaki istiqbolli futbolchi emas. U allaqachon tayyor yetakchidir. Sizningcha u keyingi mavsumda qaysi chempionatda o'tkazishi kerak? Rossiyami, Turkiyami yoki kuchli beshik klublaridami? Fikringizni albatta kommentariyada qoldiring. O'zbek futbolining eng qaynoq va yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Sizlarga beradigan bugungi yangiliklarimiz shulardan iborat edi. O'zbek futboli va legionerlarimizning eng so'nggi yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Omad siz va bizni aslo tark etmaydi.